Kasım 2002 ve bugün videoda bize Kemal Bronz Masraya kosmosdan ozgina bitta pulga narsalar oldim. Pulim hozir shuncha turibdi. Tak. Qo'rqarli buni narxi manda undan ko'p bor. Bu ochilish kerak shunda. Endi bu yoqqa ketdi. Biz mashina kursga tomonlariga qarab men bilan o'ynashyapti bu o'yin. Tak to'xtaylar hozir. Bak bu qancha o'zimni o'ldirdim. Bak bu qancha o'zimni o'ldirdim. Qaysi videolar bu seriyada o'lib qoldi. Hozir birinchi sarjali 2, 3, 4, 5-si ishoninglar, 5-si qanchalik qimmat ekan. Tasavvur qilmanglar do'stlar. Juda qimmat. Nima bu turmayapti? Texnik nosozlik, to'xtanglar. Mana o'yin kartasi va hatto nom nimagadir qo'yinsa. Bug bo'lgani uchun kechirasizlar. Keyin bittaga aytmoqchiman. Like'lar ko'p bosib tashlayman sizlar uchun. Juda qisqali video chiqarishga harakat qilaman har kun. Like bosib tashlayman. Agar bu videomi tagida agar 100 ta like, agar bu videomi tagida 100 ta like bo'lsa, men sizlar uchun nima edi? Har 20 kunda men sizlar uchun masalan har bir oyda men sizlarga video chiqaraman. Agar bu video tagida 100 tadan oshiq like bo'lsa, men bu videoda nima edi? Men bir oy ichida bitta video chiqaraman sizlar uchun. Agar like bossanglar, agar prosta 100 tadan oshiq like bo'lib ketsa, videomi tagida men sizlarga aytganimdek javobida like'lar ko'payib ketsa, podpisatsiyalarim 100 tadan oshib ketsa, men sizlarga nima edi? Har bir oyda video chiqaraman. Sizlar lekinlarda video chiqaraman, lekin video chiqaraman sizlar uchun. Bo'pti do'stlar, hozir o'yinga kirsam, negadir bug bo'tdi o'yinda. Tak. Hammasi tayyor. Bug bo'tdi do'stlar. Hozir do'stlar videomiz hozir boshlanadi. Buni bosamiz. Niye? Va endi biz ketdi. Narsalar sotib olishni boshlaymiz. O'yinda. Ochil. Ikkinchi bizlarda mashina sotayotgan joy bor. İbo ishlamaydi. Mesh bola sotib olmayapti. Bu nima internetda ko'rgandim. Ishlardi. Tekinmas. Uni tekin deb ko'rganmiz. Tekin mashina yo'q ekan. Iş erkeğim. Tak do'stlar. Nima ki video internet ochdi do'stlar. Rosa internet ochibdi. Do'stlar, o'yinda buglar juda ham ko'p bo'larganda. Bug deganda unda qo'shimcha bugini deb o'ylamaylik. Boshqa bug aytaman. O'yinda momolar desa, bu mashina o'yini momolarni bug deydi-da. First o'yinam bugli ekanda, bugsiz bo'lsa zo'r bo'ladi. Bu video Roblox'da o'ynayapti. Do'stlar, keyin sizlarga bitta zo'r juda ham chotki kanalni sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Bu kanal sizlar hamma ko'rishga uringan, lekin topa olmagan kanallardan bittasi bu. Sizlar xohlagan kanal bo'lmasa ham men bu kanalni ko'rishni xohlayman. Bu kanal nomi Artifact YouTube kanali. Bu kanalda sizlar qiziqarli YouTube videolarni topsanglar, masalan Minecraftda qanday modlar bor,
Quruvchilar jangi degan modlar ham bor uni Telegram kanalida. Uni Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Menga ham obuna bo'ling. Sizlarga yana bitta sochli kanal bor. U kanalning nomi Kaizo Brat. Hozir Kaizo Brat degan yo'q. Kaizo kanali bo'ladi. Yo'qsa описание bor. U kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. U Safir 1 va Safir 2 da ikki o'yiniga. Agar sizlar Safir va Safirga qiziqsanglar, ya'ni Safir 1 va Safir 2 ga qiziqsanglar, aynan to'g'ri odamni topsizlar. Bu albatta Kaizo. Kaizoga obuna bo'lib qo'yinglar. Menga iftarda mashina bor. Chunchalik birinchi boshlaganda olinadigan mashina, lekin men chotki olin plolma bo'ldi, olib ketdi. 800 ming. Bu o'yinni topishim ancha muammo bo'ldi do'stlar. Bu o'yinni topib o'ynagunimcha qiynalib ketdim. Topib o'ynashga juda ko'p vaqt ketdi, ishoninglar. O'yinni o'zini topishga 1 million vaqt ketdi, ishoninglar. Shu vaqtimni video keyin videolarimga rostdan like bossangiz, like 100 mingdan oshib ketsa. Mening maqsadim do'stlar, mening maqsadim bu videoda men maqsadim do'stlar tezroq 100 mingta bo'lish. 100 mingta bo'lsa menga knopka beriladi. Sizlar meni agar sizlarda agar yaqinda men sizlarga qisqali kontent chiqaraman. Uning uchun sizlar videoga like bosishinglar kerak. Eng axir 30 ya'ni bir oy 30 kun deydi. Ya'ni 30 kunda sizlarga meni videolarim yoqsa 100 mingdan oshiq like kirib tashlaylar. Shunda men sizlar uchun har 30 kunda video chiqarib turaman. Ya'ni har 30 kun. Men sizlarga aldamayapman. Har 30 kun sizlarga bitta video chiqaraman. Bu kirish ekan. Tak to'xtanglar, hozir ozgina mashina bilan aylab kelamiz. Sizlar mati boshlar turganlarni ko'rayotgan bo'lsanglar, ketdi. Nima bu mashina yurmaydi? Anaqa tushar ekan. Yo'q, o'tirdi mashinaga. Ketdik. Nima mashina yurmayapti do'stlar? Bu hali 10% bajaribmiz. Yana 99% bajarishimiz kerak bu uyga. 99% biz juda ham kam bajaramiz, chunki bu juda men vaqtim yetmaydi bu 100% tayyorlashga, chunki nima desam bo'ladi. Bu juda ham ko'p pul uchun menga 100 ming kerak. 100 mingni topish, o'laganlardan ham qiyin bo'ladi bu o'yinda. Chunki bu o'yinda juda ham ko'p narsalar qilish kerak. Bunga men pul yetmaydi. Pul yetmaydi deydi. Mana pul tadi bo'ldi. Keyin 1 million arsi. Voy. Do'stlar, dedi bo'lma, chunki necha foiz? Endi 11% bo'pti. Biz buni yarım 100% yarmiga yetkazish harakat qilamiz. Yani 50%. Tak mashina nima yurmayapligini tushunmadim. Agar do'stlar sizlar bilib turganlaringizda meni video
Yaqinda sizlarga qo'rqinchli narsa yoqishini bilaman. Shuncha yaqinda sizlar uchun qo'rqinchli video chiqarmoqchiman. Meteormen qo'shildi hisobga. Qo'lmi. Namchi qorong'i bo'ldi. Biletmayapti. Qorong'ilikdan bitta o'zimni ham ko'rmayapti. Tak do'stlar. Bunga Roblox kerak. Multukach. Bunga ham Roblox. Nima? Bunga 250. Bunga 290. Nimaga kerak bu? Agar menda hozir Roblox bo'lganda men magnitni sotib olgan bo'lardim. Bolg'a yo'q ekanda. Qimmat turar ekan bolg'a. Bolg'a qimmat turar ekan. Magnitga qaraganda. Menimcha bolg'ani foydasi ko'proq desa kerak. Shuning uchun u qimmat bo'lsa kerak. Nimaga qimmatligini umuman tushunmadim. Menimcha bir undan ko'ra yaxshiroq shekilli. Nimasi yaxshi tushunmadim. Ikkalasi Robloxga sotib olinsa. Menimcha narsalar boshdan boshlash kerak. Yo'q. Narsalardan boshdan boshlash. Ayniqsa eng qimmatga kelganda narsalarni boshdan boshlab turib Robloxda ekanimda. Do'stlar. Do'stlar, videomiz chunki psixologiya hozir yetmayapti. Bug bor. Netfoz bo'pti. 15%. Yaqinda bu video tugatishga, ya'ni keyingi videoda buni tugatishga harakat qilmaslar. Razmik 2 bo'ldi.